Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilari, do'stlar. Sigir ishqibozlari, bugungi sana 29-mart haftani yakshanba kuni Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Komiljon akamizning naslchilik fermalaridan 3 etapda mol chiqarib beramiz. Oxirgi 3-etapda ona bola qo'ylarni chiqarib beramiz. Bo'lmasa ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Komiljon aka, zo'rmisiz? Charchamasdan. Kayfiyatlar yaxshimi? Ha, Xudoga shukr. Xo'p, dam olish kuni hammaga nima deydi? Xayrli bo'lsin. Aha. Xo'p, sigirlarimiz kelgan Odil aka, bular oqsildan chiqqan variantlari bo'g'oz 7 oy, 8 oy, ichida 9 oyliklari bor, 5 tasi tuqqan. Hozir tuqqan variantlarini olib chiqa olmadik. O'sha bularimiz krasniy pyostra, ichida qora olalarimiz ham bor, bir ikkita aralash mollarimiz. Xo'p, bolalari lekin semental tug'ilyapti. Ashuram bor. Ashuram bor, ha. Bolalari semental tug'ilyapti. Agar kimgadir ona bolasi qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsin yo kelaversin, uni ham ko'rsatib. Fermamizda bor. Fermamizda turibdi ona bolalar. Kelib ko'rib olaveradi. Odil aka, sog'ligiga, yeyish-ichishiga hammasiga garantiya beramiz. Ona bola qo'ylarni-chi? Ona bola qo'ylar to'g'risida keyin to'xtalamiz. Keyin, ha? Qarang, hozir bu yerda krasniy pyostra, ashur mana bu yerda Golishten frizmi bu? Golishten friz, gibrid varianti. Bular qarang, necha oydan necha oygacha bo'g'ozlari? Odil aka 7 oy, 8 oy, hammasi yetuk bo'g'ozlar. Aha. Bilaman, hozir cho'zib o'tirasiz. Hozir bir bizga 15 minut narxini aytmasang gapiradi bo'ylayotgan bo'lsanglar, marhamat narx-navosi bilan tanishinglar. Biz adirlikda turibmiz, mana bu holatda ko'tarilish ko'rib turibsizlar. Yursin, mabodo kadrimiz noto'g'ri chiqib qolsa, sizlardan men uzr so'rayman. Yursin deyapman. Mana yetuvlari. Haydang. Komiljon aka, labba, orqalarini bir olib bering, bemalol gelinlarni bir ko'rib olsin. Mana. Hammasi oq so'zga. Juda ham ajoyib mollar. Aha. Hech qanaqa bir qara do'stim, ketib qolmasin. Ana yugurib turganini ko'rsin deyapman-da. Odil aka, misol hozir shu kecha kunduzda hammani xavotirda solayotgan narsa oqsil bu. Bular tanasida gram ham oqsil qolmagan, oqsildan chiqib bo'lgan 100%. Narxlariga kelsak, Odil aka yengil qo'yamiz, Odil aka. 43 milliondan 46 milliongacha mol bor. Kelib olaversin. Agar tuqqan varianti ona bola desa, ona bolasini alohida kelishtirib beramiz. Hozir buni narxi boshqacha qaytaring, 43 milliondan 46 milliongacha. 43 dan 46 gacha. Aha. O'rtoqlar tayyor bo'g'oz bitta xonadonga yetadi. Aka, tuqqanlari hozir kunda o'rta me'yoridan qanchagacha sut 20 ta sut berib turibdi. Kelib sutini sog'ib ko'rib olaversin bemalol. Tekshirib 20 tadan kam bermasa qolaveradi mengasiga. 20 ta bersa olib ketaveradi. O'rtoqlar hey, narxi 43 milliondan 46 milliongacha zo'rini tanlab olsin deyaptilar. Shunda ham savdosi bor aka? Mayli, kelsa xayrini qilib beramiz. Xayri bor. Albatta. Faqat kelib ko'rib oladi. Onlayn savdo yo'q bizda, Odil aka. 29-mart haftani yakshanba kuni 2026-yil. Yilini ham aytib ketaylik, bu 2023-yildagi serial emas. Orqada fonda turgan qo'y qo'zilarni hammasida to'liq ma'lumot beramiz. O'sha qo'ylarga ham to'xtalib o'tamiz hozir. Nima zot bor bizda buqaladan? Buqaladan hozir bulardan keyin chiqadi Angus bilan Obrik parodamiz. Obrik. Donabayga sotaverasizmi? Donabayga ham, Optimga ham sotilaveradi. Ketaveradi. O'rtoqlar 43-46 million tanlab olasiz. Yeb ichiga, 4 tilla so'skasiga xudo xolasa garantiyasi bor mana. Bu birinchi etapda. Hurmatli obunachilar, bundan oldin kelgan partiyalarimizda ketib qolayotgan Obrik degan zot to'g'risida ozgina to'xtab o'tamiz. Keyin biz adirda, ya'ni mamlakat o'zimizda adirligimizni yurg'izib ko'rsatib beramiz. Xo'sh, Komiljon aka, assortiment hozir qora angus, qizil angus, Obrik parodamiz bor. Bilasiz, hozir Obrikka uncha odam tushunmaydi. Shu to'g'risida qisqacha ma'lumot berib keting. Obrik aka Fransiyada yaratilgan 1894-yilda go'sht yo'nalishidagi mol, ya'ni местная paroda deyiladi. O'sha limuzinlarga gibridlashtirib yaratilgan narsa bu. Chunki o'zgarishi, mana shu molimizni bir boshidan oxirigacha formasini olib beradigan bo'lsangiz, limuzindan hech qanaqa formasi farq qilmaydi. Faqat o'sha rangi, shoxi farq qiladi. Biz misol uchun boqyapmiz, Odil aka, o'zgarishi ham bir xil buni. Et olishi ham o'sha nima deydi, kunlik ratsion yeyishi, boshqasi Angusga nisbatan ham tezroq bo'lyapti bu. Buniki. Men o'sha joyiga qoyil qolgan joyim haqiqatda ham bu o'zgacha narsa. Orqalarini ko'ring mana. Mana o'rtoqlar.
Bemalol. Mana. Oyoqlarni qarang. Oyoqlari o'sha to'sin oyoq. Odil aka hozir bir shu to'sin oyoqlarni tepaga adirlikka chiqib, yugurtirib bir olib berasiz o'zi. Mana. Oqsildan chiqqan, bemalol qo'rqmasdan. O'rtoqlar 1894-yil Fransiyada bu Мясной parodiya. Fransiyadan kelmagan. Bu hozir biz adirlikda bitta yurg'iz ko'rsatib beramiz. Juda ham chiroyli narsalar. Agar siz niyat qilib astoydil 1 yil, 1,5 yil boqaman desalar, bu tonnani ustiga chiqadimi, chiqmaydimi? Tonnani ustiga bemalol chiqadi. 1,5 tonnaga boradi. Bemalol. Bemalol. Yengil. Yengil. Faqat sizlardan iltimos ozgina mehnatini qilasizlar, lekin juda ham zo'r narsalar. Mehnat deganda ratsionni to'g'ri bersanglar, ratsionni ham ozgina ana qilib ketasizmi? Kelmoq so'rasa. Odil aka bemalol xohlasa misol uchun kasallik bo'yicha so'raydimi, ratsion bo'yicha so'raydimi, qo'limizdan kelgancha ma'lumot berishga tayyormiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Agar mabodo telefonimizga tusha olmasa, Telegramdan biroz yozib qo'ysa, biz shunday vaqtimiz bo'lishi bilan yozamiz. Ikkala nomerda Telegram bor. Ikkala nomerda Telegramimiz bor, ishlab turadi. Mana shu ekranning ostida turgan nomerlarimizda Komiljon akam o'zlari aloqaga chiqadilar. O'rtoqlar ketdik bo'lsa adirlikni boshlaymiz. Mana hurmatli obunachilar, ey dalasi borlar, ko'zinglarni ochinglar. Bularga hech shart emas. Mana qarang. Ma. Haydang, qoch aka. Bularning soni nechi bosh bor? Odil aka 50 ta. 50 bosh. 50 bosh. Ketdi qaranglar. Do'stonligi yomon bo'ladi. Mana. Nima bunaqa yuguryapti? Mana. O'rtoqlar ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Xo'sh. Bularni nima deymiz endi? Men gapim ham to'xtab qoldi aka. Odil aka, o'sha siz bilgan obrek anguslarimiz. Kelib ko'rib tanlab olaveradi. Yugurganniki emas, buyurganniki. O'rtoqlar, nasib. hammaga yetadi. Xudo xolasa Donabayiga sotamiz. Optim oladigan akalarimiz bo'lsa ham bemalol. Mana jonivorlar, ha. Bularning narxlarini nima deymiz? Odil aka 31 milliondan 34 million 500 gacha. Bir joygacha. Bir joyga bo'lsa 32 million 500 mingdan olaversa. Mana 38 milliondan 44 milliongacha bizda bor deb videoni chiqarganda ko'pini ko'rdik, negativ fikr bildirildi. Lekin xuddi shunaqa azobda kelgan. Yo'l azobida. O'rtoqlar bu birortasiga tiq deymagan mana. Qarang, orqalari ham zo'r. Limuzinga birga bir, xudo xolasa, mana o'zgarishi ham zo'r deyaptilar akamiz. Oldingi safar kelganda bir kishi odam olib ketib qoldi akamiz Xorazmlik. Mana bu gal endi xalqqa sotaman deyaptilar. Chunki ichida tanlab olishlik angus bor. Bir joyga 32,5 million dedingiz-a? 32,5 million bo'lsa bir joyda olaversin. Nozu etabini so'ramanmiz aka. Bularning oqsildan chiqib oldimi? Oqsildan chiqdi Odil aka. Yeyish ichishi sog'ligiga garantiya. O'shaning uchun yeminni yugurtirib mana nima deydi, yugurganni ko'rib olaversin Odil aka. Bemalol. O'sha optim sotib o'rganimizda donalab deb so'ragan odamlar ko'p bo'ldi. Mana bemalol donalab olib ketsa bo'ladigan joyi. Sifati zo'r. Sifati a'lo. Xudo xolasa dastlabkamiz 12 ta viloyatga marshrutimizdan ham bor. Voha yo'nalishiga qarab bemalol o'rtoqlar bugun bo'lmasa ertaga qo'ng'iroq qilib yo'lga chiqib kelaverishingiz mumkin. Qarang. Komiljon aka nabodo. Yirik shoxliga kiradi bu. Yirik shoxli, ha. Hokim yordamchisi. Ha, bemalol ta'minotga ham bor, kelib xolasa o'sha dokumentlar tayyor bo'lsa, kelib ko'rib persinaga olirishi mumkin. Ona bola qo'ylarni ham qo'yib bera olasizmi? Ona bola qo'ylarni ham qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Narxi o'zgarmaydi? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Bizda narx persina bir xil. Oldin aytganmiz, yana aytamiz, bemalol. O'rtoqlar,
Hozir bundan keyin biz chiqarib beradigan narsamiz naqdga ham, pritsiniga ham, pul ko'chirish yo'li bilan ham sotiladiganlari bor, qo'y-qo'zilar, ona bola. Olinglar, niyat qilib boqsanglar, xudo xolasa, qo'ydan qo'y qoladi, ko'paytirib bemalol qilsanglar bo'ladi. O'rtoqlar mana. Qani, aka buni nechchi qoringa bo'g'oz? Odil aka birinchi, ikkinchi qoringa yosh qo'ylar hammasi. Birinchi, ikkinchi qorin, ha? Birinchi, ikkinchi qorin. Haydanglar bizga qaram, ha, dadam. Soni nechta? Son cheklanmagan Odil aka. O'rtoqlar buni Mongoliyadan kelganlar bo'lsa kerak. Mana. Aka, narxini nech bildingiz bular? Odil aka 3,5 milliondan persinaga oladim, naqdga oladim, olib ketaversin. 3,5 milliondan. 3,5 milliondan tanlab olib ketaversin. Yetug'a uch boshlagan ha? Yetug'a, to'g'ri. Yo, menga ona bolasi kerak degangacha beraverasiz, ona bola ham bormi? Gaplashamiz Odil aka. Kelishiladigan joyi bor, ha? Kelishiladigan joyi bor. Mana o'rtoqlar 3,5 milliondan, ana mashina nimaga keldi? 3,5 milliondan. Siz toni orqasida oldi berdini ko'p qilyapsiz deysizmi? Mana bizani ferma, Komilagami fermalar. Kelinglar Mayobkiga mana, kelinglar, olinglar, tasini shu o'zida qo'chqonlari bo'lib so'yib. Bular uyni o'z to'kildi ketadimi? Qorin to'ygandan keyin Odil aka bularning xususiyati shuncha yaxshiki, o'zi qorin to'ygandan keyin juntulashni boshlaydi. Ya'ni osilib turgan bu dumba bu. Duma emas. Dumba? Ketmon quyruq deydi xalqimiz, misol uchun. Nima deydi? Hozir katta 15 kilolik dumbasi bor qo'yda hech kim so'ygisi kelmayapti-da, xonadonga. Lekin mana bunaqa 1 kilo, 1,5 kilolik dumbasi bor qo'yda hamma so'ygisi keladi. Bu imindi shu nima deydi? Yog'i kam, qora go'sht ko'p bo'lgan qo'ylar. 50 millionga nechta berasiz? 50 millionga o'sha xalqimizga ajratilayotgan pulga Odil aka 15 ta bo'g'oz qo'yib ketyapti mana shu. 15 ta? O'zingiz nima tavsiya berasiz? Mana qarang, 95 mingdan ham tortishyapti, taroziga 90 ming, 95 ming, 100 minggacha. Odil aka bitta narsada, misol ko'paytiraman degan odamga bu qo'y ancha ma'qulroq. Chunki menga yoqqan tarafi u chidamli. Chidamli. Misol uchun tug'yapti-da, bolasi orqasidan yugurib ketyapti sirasi. Endi Allohning mo'jizasi, o'zingiz ko'rdingiz, ana tepada misol. Tepada to'layotibdi. Qo'zichoqlarni ham ko'rdingiz. Mana bu tarafda ham bor bular, mana tuqqanlari addenni. Alohida ush. Mana. O'rtoqlar, olinglar birinchi, ikkinchi qoringa yetib bo'g'ozlari 15 ta qo'yib berayotgan ekanlar. Davlat tomonidan imtiyozli kreditlar. Imtiyozli kredit asosida bu anaqa dastur. Davlat dasturi asosida. Baraka toping lekin 9 ta bergani ham ko'rdik, 10 ta bergani ham ko'rdik, lekin bunaqa mard 15 ta bergani ko'rmadim. 15 tani oling, bir oy ichida 30 ta bo'ladi bularning soni, xudo xolasa. Albatta. Nima deysiz? Albatta, ket-ketidan tug'yotibdi Odil aka. Bular nima deydi? Ko'payishi ham tez ekan, bularda juda ham nima deydi? Chidamli qo'ylar. Ozgina ovqat bilan to'yib qolyapti. Keturadi. O'sha jihati ham yoqdi bu qo'ylar. Sog' salomat bo'linglar, e'tiboringiz uchun rahmat. Xohlasangiz sigir, xohlasangiz qo'y qo'zi, xohlasangiz o'brik, angus, shu nima ko'rgan bo'lsanglar, hamma buqalarimiz bor. Yana nima bo'lyapti? Mo'jizalar. Odil aka imkon darajasida o'sha xalqimizga nima deydi, kerakli bo'lgan chorvani Alloh shu deydi kuch-quvvatimizni berib sog' qilib qo'ysa, biz olib kelamiz. Qayerdan bo'lsa ham olib kelamiz, yetkazib beramiz. Sog'lom molni tarqatishga kafolat beramiz.